Assalomu alaykum. Hokim bu salomatlaringiz yaxshimi? Qormang ishlar bilan charchamayapsizmi? Men sizga bugun yana murojaat qilyapman. 6-iyun 2026-yil paxtani bugungacha bir marta o'g'itlanmaganmiz. O'g'it imkoni bo'lmagan, o'g'it olish imkoni bo'lmagan. Lekin mana shu amyaklar bilan suspenziya gummat kaliblar bilan oziqlantirib jija organik o'g'itlar mana shu tashitib shular bilan mana shu darajagacha olib kelib turibman. Imkon bo'lsa klasterdan menga gektariga 500 kilodan bo'lmaganda 400 kilodan o'g'it olib bering. Hokim bu sizdan qattiq iltimos. Ertaga paxtani ham so'raysizlar, xuddi g'allani so'raganda. Boshida hech kim yordam bermaydi, oxirida so'ra bo'ladi hokim bu. Mana shu g'allada ham 1 kilo o'g'it, bir narsa bo'lmagan. Hammasini o'zim qo'limdan kelgancha qilganman. Bugun paxtani ham mana shu bugungacha mana shunday holatga olib kelib turibman. Endi yordamlaringiz kerak bo'lyapti hokim bu sizdan qattiq iltimos. Klaster mana shu paxtani birja orqali sotib olib bo'lgan. Hatto bir klaster o'g'it bersin. Paxtaga bir ishlov beraylik o'g'it bilan. Shu bir botib qolsin, ko'sakka paxtaga botib qolsin. Hokim bu sizdan iltimos.